Aeroport Domodedovo. Hammaga assalomu alaykum. Oxirgi payt juda ham ko'pchilik aeroport Domodedovo tekshiruv kuchli degan insonlar uchun mana hozirgina sveja qaynoq informatsiya bugun tushib kelyapti. Passajir tanlovi va migratsiya ham oldida va aeroport Domodedovoda O'zbekistondan kelgan insondan qisqa informatsiya olamiz va отпечатка topshirib, biometrik dalil topshirib, qancha muddati va qancha vaqt ketdi chiqishiga. Assalomu alaykum Jasurbek, xush kelibsiz avvalambor Moskva territoriyasiga. Qancha vaqt ketdi chiqishingizga shu aeroport Domodedovodan? Shtobi oxirgi payt juda ham ko'pchiliklar vahima qilib turgan insonlarga men sizlarga o'zim ham aeroportga borib ko'rdim. Voqealarni tekshiruv yo'q, uchib ketadigan insonlar uchun va kelib qo'ngan insonlardan sveja qaynoq informatsiya. Avvalambor assalomu alaykum. Domodedovo aeroportiga keldim. Domodedovo aeroportiga 15-20 minutda chiqdim. Face ID ko'p savol javob bo'lmayapti. Faqat отвечатga Face IDga shunga vaqt ko'p ketyapti. 15-20 minut ichida o'sha polni chiqib bo'ldim. Polni chiqib o'tdi. Bu insonga azobtoshlar O'zbekistondan kelishga Toshkent Domodedovo bo'yicha 601-reysga bilet yozib berdim shaxsan o'zim va chiroyligina aeroport Domodedovo chiqishibdi. Bemalol uchib kelaveringlar. Sen Vnukovo kelgandan ko'ra sababi Vnukovo ham zo'r, Domodedovo ham zo'r, lekin shaxsan o'zim Vnukovo aeroportiga kelib 3 soatdan ko'p vaqt ketdi chiqishimga. Sabab deydigan bo'lsak, ochirish katta juda ham va o'sha tamojniy kontrolda 5 ta kabinkalik uchun juda ham ko'p ochirish. Aeroport Domodedovo tamojniy kontroli juda ham kattaligiga vaqt kam ketyapti. Shunaqa gaplar do'stlar, bu videoga albatta like bosib, aeroport Domodedovo uchun Vnukovo uchun biz o'ylanib yurgan o'zbekistonlik tanishimizga jo'natib qo'yamiz. Qanaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaversa, qo'limizdan kelguncha arzon aviabiletlarga kelsa, pastdagi nomerlarga obratsa qilaversa. Любой aeroportda ishchi xodimlarimiz bor, kutib olib, kuzatib qo'yish xizmatlari bor.